Assalomu alaykum Minecraftmenlar. Bugun biz faqat imperiya qurish bilan band bo'lamiz, lekin hammasiga bir o'zimiz boshchilik qilib yurgan bo'lamiz. Mana oltin qayerdan keldi? Mana bu pulni zaharli yeb men buni hozir mana bu idishchamga solib qo'yaman. Nima bo'ladi bilmayman, lekin mana golden head helmet normalniy bu ishda nimadirga o'xshaydi, bu baliqqa o'xshaydi. Shuning uchun men buni qo'yib qo'yishim kerak. 6 qavatli yana imperiyam turibdi. Shu imperiyamda hali qo'ydirishim. Ha o'sha hamma nima imperiyalarim hardkorda hech qanday bo'lmasdan to'rttadan bitta qavatda ba'zi birlarda ikkita podvol bor, ba'zi birlar hammasida bitta podvol bor. To'rttadan podvol bor, 6 ta qavatlik uy, ya'ni imperiya. Va men u yerga qayiqda suzib boryapman. Va men u yerda hammaga ko'rsatib o'taman. Va u yerda nimalar borligini hamma qiziqsa kerak. Men shuning uchun shu yerga kelyapman. Va to'xtadik va bu yoqqa kirdik. Men ungacha buni bog'lab olishim kerak va biz uni mana yerga bog'lab qo'yishimiz kerak. U orqon tuzdan kelishini bilgan holatda biz mana birinchi qavatda kerakli narsalar va bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda uxlash joyi va mana yerda keyingi qavatga chiqish joyi. Mana bitta podvol, ikkinchi qavatda, uchinchi qavatda esa ikkita podvol, bu yerda to'rtinchi qavat, bu yerda ham bitta podvol bor. Keyin bu yerda ham bitta podvol bor, 5-qavat, 6-qavat podvol va u yerdan chiqib kelish joyi. Mana kim hardkorda cheatga olmasdan komment yozsa, men shunday qila olaman deb aytsin va like bosin. Bunaqa odamlar menimcha kam bo'lsa ham kerak. Uni faqat youtuberlar qaytara olmasa, masalan, boshqalar ish tanmaydiganlar ham berib yuborishi mumkin yoki boshqalar ham beraveradi. Shuning uchun shu bilgan holatda yurginchak menga hujum qiladi. Men tepaga qo'ygan sababi pastga qo'ysam ular meni qilgan, shuning uchun men tepaga qo'yib qo'yganman va imperiyamda davom ettirgan holatda arqonlar yasashim kerak. Ya'ni arqonni bo'ynagi urginchakdan o'ldirib va u yerdan qarmoq yasashim kerak. Men shuning uchun mana buni olib ularni Qoch! Qoch! Bular nima meni shunday zo'r ketayotgan narsani ham ko'tiga tiqarkan dashlardi, endi bilishimiz kerak ekan. Ana ko't men orqamdan kelyapti va u skeletni oxiri o'ldirib, qilichim sinib ketdi. Va qo'limga sumkandagi qilichni olib, spiderlarni qidirishni boshladim. Ular spider emas, menga toshbaqani ko'rsatib berishdi-ku, men uni topishim shart. Men uni qidirish uchun ancha joylarga ham masofa bosib o'taman. Men spider o'ldirib, arqonni olib, qarmoq yasashim kerak. Endi u keyingi tunda bo'ladi. U yerda imperiyani davom ettirishim kerak menga. U yerda verstak bor, shuning uchun men uni olaman va bipillaydigan joyga ketsak biz va u yerga borishimiz uchun ancha vaqt ketadi. Like bosish esdan chiqqan bo'lsa bosib qo'ying. Biz hali endi 7 ta subscribe'lik bo'ldik. Shuning uchun kanalga obuna bosib qo'ying va bizning kanalimizni qadrlagan holatda like va obuna bosib qo'ying. Bizning videomizni ba'zi birlar ko'rgan, 231 marta ko'rilgan, hech kim like bosmagan. Demak, bu degani 100% odam like bosmasdan ko'radi, 0% odam like bosib ko'radi va subscribe bosib ko'radi. Shuning uchun men ikkinchi qavatdan boshladim. Shuning uchun men uni olaman. Imperiyani davomi mana bu narvondan boshlanib, men u yerni qurishni boshladim. Va men birinchi blok qavatlarini qurib bo'lishim kerak va men ularni qurishga ancha vaqtim ketsa ham kerak. Bu imperiyani kuchaytirish uchun menga anchagina taxtalar kerak. Men shuni bilgan holatda o'zimda bor taxtalarni ishlataman va men ularni mana bu qismda bor hammasini tiqaman desam, mana yo'q qo'yaman desa, bu mana yoqqa qo'yilib ketgan. Bu qanaqa logika? Logikaga qaramaymiz, biz hozir imperiya qurishga qaraymiz. Men birinchi imperiyam, ya'ni ikkinchi imperiyam shu yer bo'ladi.
Va imperiya birinchi qism tugadi, nihoyasiga yetdi.